Bir haqiqatni bugun o'zim uchun kashf qildim. Ba'zi do'konlarni biz uzoqdan turib juda qimmat deb o'ylaymiz, lekin kirib ko'rsak umuman unday emas. Buni aksi bo'ladi. Bugun SMM va Target darslarida faol qatnashdim. Ustozim Madina Bonu Zulunova bizga Target va SMM darslarini juda ham chiroyli tushuntirib berdi. Har bir savollarimizga chiroyli tarzda javob berdi. Bugun SMM va Target darsidan chiqib biroz aylanishga qaror qildik. Yonimda Nafisa ham bor edi. Shunda yo'limiz Andijonda yangi ochilgan New Shoes do'koniga tushib qoldi. Rostini aytsam, oldin bu do'konni juda qimmat deb o'ylardim. Bu yer juda qimmat deb o'tib ketaverardim. Lekin bugun kirib ko'rdim va fikrim butunlay o'zgardi. Do'kon juda katta, ichi keng, tanlov ham juda ko'p ekan. Turli xil zamonaviy tuflilar, kundalik oyoq kiyimlar, uyga kiyadigan tapichkalar va sumkalar hammasi bor. Eng qiziq tomoni shundaki, u yerda hindlarni ham ko'rdim. Hi. How are you? Fine, good. Okay. Ular bilan juda iliq salomlashib oldim. Keyin esa bemalol xaridni davom etdim. O'zimga so'nggi trenddagi juda chiroyli tuflini tanladim va uni sotib oldim. Qizimga esa uyda kiyish uchun juda bejirim tapichka oldim. Eng qizig'i nima bilasizmi? Men mana shu ikkita oyoq kiyimni atigi 112 ming so'mga oldim. Rostini aytsam, bunaqa narxni kutmagandim. Aytgancha bugun men bilan birga kelib, tanlashimga yordam bergan Nafisaga ham katta rahmat. Ba'zan yaxshi xarid qilish uchun yoningizda maslahat beradigan dugona ham kerak. Nima dedingiz?